Hammalaringga assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, tengmisizlar? Bugungi temamiz yana shu klientlarga bag'ishlanadi. Onlayn taksi, Avon taksi, Yandex taksi. Ya'ni kim taksi zakaz qilasizmi, bu sizga yo'llaniladi imino. Endi birinchi marta, ikkinchi marta emas, shuning uchun shu videoni qilmasam bo'lmaydigan bo'lib qoladi. Taksi zakaz qildingiz, mashinaning nomeri bilan telefon nomeri keladi sizga SMS bo'lib. O'shanda mashina kelsa, hech bo'lmasa endi mashina nomeriga qarashga ulgurmasalaring, baribir sizga shofyor telefon qilib aytadi, "Apa, qayerdasiz, qayerdan olib ketish kerak" deb aytadi. Shu nomerning oxirgi 4 ta raqamini eslab qoling. Mashina keldimi? Shu raqam sizmiding? SMS ga qarashga ulgurmagan bo'lsangiz. Chunki biz boryapmiz, kecha Nezashda bitta klient bilan tortishib qolyapman. Chunki bizda sabrsizlik ko'pda. 2 minut ham kutishmayapti-da. Telefon qilib 2 minut yetib boraman deysiz, yetib borsangiz klient yo'q. Yoki 12:21, 10:64 ga telefon qilib qaysi bir tez kelsa o'shanga minib ketadi, kutmasdan. 2 minut desangiz ham. Yoki bo'lmasam adashib ketishyapti-da. Kecha telefon qilyapman. "Apa, siz bitta mashina chaqiring-da, odam sarson qilmang. Men qayerdan keldim sizni olib ketgani" desam, "Bitta mashina chaqirganman" deydi. Kompaniyaga telefon qilib nima qilsam, klienting shunaqa deyapti, "Ikkita mashina chaqirganmiz" desam, "Yo'q" deydi. Shofirga ber desam, shofir aytadi, "Aka, men 12:21 dan keldim. Lekin bu kishi meni klientim emas ekan. Meni klientim ichkariga turibdi, xohlasangiz o'shani olib keting" deyapti-da. Ana shuning uchun endi biz klient kimligini bilmaymiz. Xatyabi klient bizni bilishi kerak. Sababi unga bizning mashinalar danisi boradi, telefon raqamimiz bor. Bunaqa boshqa mashinaga minib ketavermanglar. Sizni oldingizga borguncha biz havo bilan bormaymiz. Samolyot emasmiz, uchib borsak, yo siz turgan joyga biz kutib turgan bo'lmaymiz. O'sha narsalarni inobatga olib, azdan ozgina kutib, keyin imino o'sha sizga yuborilgan mashinaga minib ketishlaringni iltimos qilib qolarman. Chunki bu juda ko'payib ketyapti bunaqa holatlar. Agar mabodo sizga